Noldan 100 desa necha sekundda chiqar ekan? 1, 2, 3 ketdi. 1, 2, yigirma foiz atiga berib, bu degani 50-55 million berib, Haval M6 Любой mashinasini chiqartirib olib biladilar avtokreditga. Aha. Ammo Asoslarni qo'yib qo'yib, mana podogrev qilishga kerak bo'ladi. Ventilyatsiya, sizni o'zimni siznamni, hatto oksigendan ham sovuq havo chiqaradigan qo'ysa bo'ladi. Mana 8 xil rejim bor. Mana loyda sразу pisok bor, yo qumli joyga kapat qilib anaqa qilmaydi. Julyonda juda ham ekonomishli, ikkalasi ham shahar ichida 6,5-7, dalnida 5,5-6 litr oladi. Juda ham ekonomli desa ham bo'ladi. bizdan obunachilarni xarid qilishga kelsa, chiroyli aksiya bonuslarini qilib berasiz Albatta, o'zingiz, hammaga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Aksiya bonuslarini doim qilib beramiz. Assalomu alaykum, GM Plus kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Haval Buxoro avtosalonidamiz. Ko'rib turgan mashinalarimiz уже sotildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Qarang, bu mashinalar sotildi. Albatta, hozir ertalab obedgacha bizda shunaqa jarayon, har bitta kecha bugun sotilgan mashinalar yo'l egasiga topshiriladi. So'z spravkalari, dokumentlari chiqib topshiriladi. Bizning obunachilarimiz ham shu haval mashinalarini xarid qilajak bo'lsa, shularga o'xshab baxtli insonlarga o'xshab mashinani xarid qilib kelsa bo'ladi. Shularning ishi necha vaqtda bitdi? Xo'p, mana soat hozir 11:58 bo'lsa, ertalab 9 ga kelgan mijozlarimiz, masalan, bu mana H6 modelimiz ishi bitdi, yuvib tayyorlab qo'yganmiz, hozir olib ketishadi. Bu mashinamiz hozir bankka ketishgan, to'lashyapti. Mashinani aniq qilib, buni ham hozir yuvgan olib kiritib turamiz. Dokumentlari chiqib, hammasi mana obedda уже ishi bitib ketyapti. Yana 3-chi, 4-chi mashinalarimiz bor. Ular hali bittasi propanga berilgan, kechki payt 4-5 gacha chiqib ketadi. Kimdir zashtirasiyatir setka, kartier bir narsalar qo'ydiryapti. Ular ham 2-3 soatda bitadi. Bank ishlari tez bo'ladi. Faqat shu servisda bu narsa qo'ydirishlari 3-4 soat vaqt oladi. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'lmasam videomizni salon ichkaridan girdi, men batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aksiyalarni, yangiliklarni shu bizning kanalimiz obunachilarına yetkazamiz. Kelinglar salonga bo'lmasa. Kelinglar do'stlar. Har kuni salonimiz 9 dan 8 gacha dam olish kunisiz ishlaydi. Kelaverasizlar. Xo'p, har doimgidek Haval Buxoro avtosaloni mijozlar bilan to'la. Aha, hozir obed vaqti, ozgina odam kamayib qolgan desa ham bo'ladi. Qani hozir kelib turgan mijozlarga qaysi mashinalar ko'proq qiziq bo'tiribdi? Hozir eng ko'p baribir Julyon bilan M6 doim trendda hadovoy mashina deydi-yu. Ham sifat jihatdan ham yo'q sifatda xato. Hamma sifatda. Narx jihatdan albatta eng ko'p sotiladigan mashinamiz bu M6 modeli. Keling shundan boshlasak. Shundan boshlaymiz. Keyin Sedaroxon. Fermer og'a ukalarimiz Xorazm Qoraqalpog'istondan iminda o'zimga telefon qilib, Haval Dargo mashinasini to'liq obzor qilib bering deb iltimos qildilar. Video davomida uni ham qilib o'tamiz. Qilib o'tamiz. Xohlasangiz Haval Dargo avtomashinasini chiqarib test drive qilib, polni obzor qilib, ko'chada o'zingiz haydab qilsangiz ham mayli. Xo'p, test drive qilamiz shunda. Gap yo'q. Shunda bizning mijozlarimiz ham gap. Agar shu Dargoga o'z talab kuchli bo'lyaptimi? So'rab bo'ldi, Dargoni qilib beramiz unda. Shunda hozir biz test drive qilgandan bizning mijozlarimiz ham, bizning ko'rib turgan obunachilarimiz ham bepulga test drive qilsa bo'ladi har bir mashina. Albatta, faqat bitta haydovchilik guvohnomasi. Mashinamiz ko'chada hammasi test drive bor, unaqa ochrat kutib, yozdirib yo pul to'lash shart emas. Bo'ldi. Bo'lmasam hozirgi birinchi mashinamiz Haval M6 modelimiz 3 ta pozitsiyada, 3 xil rangda bo'ladi. Hammasi 1.5 turbina motor. Bunda 2 motor bo'lmaydi. Hop, mana shu seri, qora yoki oppoq, bel jemchug rangda bo'ladi. To'lov turlari yangi obunachilarimizga aytib o'tamiz. Masalan, hop, birinchi pozitsiyasi 249 million 900, faqatgina M6 da birinchi pozitsiyasi mexanika bo'ladi. 249 million 900, 259 million 900 da ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Faqat tumanka lyukida farq qiladi. Hozir mana bu full 279 millionlik mashinamiz. Eng full varianti. Hop, aytadigan bo'lsak, kreditga olishmoqchi masalan. Ish haqqi bilan deylik, ishlab anaqasi kerak bo'lsa, 20% atiga berib, bu degani 50-55 million berib, Haval M6 Любой mashinasini chiqartirib olib biladilar avtokreditga. Yo'q, ish qayerda ishlamayman, boshqa davlatga qatnayman deganlarga atiga boshlang'ich 30% mana full pozitsiyasiga, ya'ni 83 million berib turib, 3 yil, 1 yildan 5 yilgacha avtokredit qilib olishsa bo'ladi. Bu Haval mashinasi talab qilinmaydi. Bu kredit.
Kredit. Endi rastroshkaga oladigan bo'lsa, eng kamida 30% ni masalan M6 ga to'lab, mana 83 million 30% to'lab, 1 yildan 4 yilgacha 0% rastroshkamiz ham bor. U ham hammasi to'lov qismiga qarab oylari belgilanib qo'yilgan tartibda. Bu haval mashinalar ichida faqatgina haval M6 mashinasida mexanika korobka bor, birinchi pozitsiyasi. M6 da bor. Boshqa mashinalar hammasi avtomat. Hammasi avtomat, lekin har bitta mashinamizda, har bitta avtomat mashinada mexanika anaqasi bor bizda. Mexanika qilib ham haydasa bo'ladi, uni video davomida ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu mashinalar shunda metan, propan uстановка qilsa bo'ladimi? Albatta, hamma narsa uстановка qilsa bo'ladi. O'zimizni malakali ustalarimiz, mana aytganimdek, 3-4 soatda qilib berishadi. Ertalab mana propanga tiqilgan H6miz hozir nasib bo'lsa 3-4 gacha chiqadi. Hozir Sezoraxon aytib o'tdingiz, Haval M6 mashina 3 xil rangi bor dedingiz. Bu ranglari uchun qo'shimcha pul to'lanadimi? Olinmaydi. Hattoki masalan, mana seriyaga qoraga to'lov qilib turib, ertangi kun deylik propandan chiqdi yoki shu kun to'lab bo'lib shuni qarayapti, oqni olgisi kelyapti. Oq albatta nalichda bo'lsa, sirazi oqini qilib beramiz, farqi yo'q. Qo'shimcha to'lov hech narsa yo'q bunaqa. Gap yo'q lekin. Bo'lmasa mashina haqida ma'lumotlarni aytib o'tdik, do'stlarga videoda salon qismlarini ham ko'rtirsizlar. Xo'p, mashina gabaritini o'zlaringiz bir baho berib ketsangiz bo'ladi. Menimcha narxini bemalol arziydi. Albatta, ham hamyonbop, ham hadavoy M6 modelimiz. Keyin Julion modelini ko'rsatamiz. Julionni ham mana bu yerda seriya rangini qo'yib qo'yganmiz. Aynan mana shu rangi Julionda oq, qora, qizil, ko'kdan ko'ra juda ham hadavoy, yaxshi ko'rishadi. Bu o'zi 2025-yil trenddagi rang. Yangi rang, yanvardan chiqdi bu. Ko'pchilik oq qora rangdan bezigan deydimi, o'sha faqat shu rangga talab juda ham kuchli bo'lyapti. Xo'p, Julionimiz ham 3 xil pozitsiyada, 5 xil rangda bo'ladi. Tak, Julionimizni mana M6 ning 3-pozitsiyasi 279 million bo'lsa, Julionning 1-pozitsiyasi M6 ning 3-pozitsiyasidan bir xil, ikkalasi ham 279 million 900, bir xil narxda. O'shanga ko'pchilik adashtiradi ham. Anaqasi narx bilan bir xil. Xo'p, bu hozir bu yoqda full pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi 309 million 900, bu 329 million 900 eng full pozitsiyasi. Xo'p, bu ham shu 0% rasroshka amal qiladimi? Xuddi shunaqa rasroshka 30% berib turib 0% rasroshka yoki 20-30% bilan avtokredit 1 yildan 5 yilgacha qilsa bo'lishadi yoki naqd. 3 xil to'lov usuli bor. Gap yo'q. Hali beri rasroshkasi bor, yopilgan emas. Shu bu mashinalar ham shu motorni 1.5 turbina. Bular ham xuddi shunaqa. Julionda juda ham ekonomishli, ikkalasi ham shahar ichida 6,5-7, dalinada 5,5-6 litr oladi. Juda ham ekonomli desa ham bo'ladi. Hatto unaqa propan zarur emas. Endi benzin yaxshi, yoqilg'i yaxshi emas degan anaqalarimiz shuni hisobiga ko'pincha propan qo'yishadi o'zi. Ekonom qilish uchun. Bemalol propan uстановка qilsa bo'ladi. Servis xizmatlari ham shu Haval Buxoro avtosalonida. Eng zo'r pokoleniya propanlarni qo'yib berib, 5 yillik garantiya uстановkalarini qilib berishadi. Hamma servis xizmati ichida. Gap yo'q lekin. Do'stlar, bu mashinaning salon qismini ko'rtirsizlar, hamma shart-sharoitlari bor. Hozir videomizni hamma yerdan to'liq obzor qilib beramiz desak, videomiz uzun bo'lib ketadi. Shuning uchun videolarni ko'rtirsizlar, salon qismlari ham qulay, pozitsiyasiga qarab funksiyalar ham o'zgarib boraveradi. Narx-navo ham shunga qarab o'zgarib boraveradi. Xo'p, Sezoraxon, Haval mashinalarining barchasida zavod tarafidan yumshoq balon qo'yilib keladi. Albatta, mana Julionda ko'rishingiz mumkin. 18 razmer kumxo yumshoq balon qo'yib qo'yilgan. Kumxo balonni hamma ham biladi, juda ham zo'r qo'yilgan. Bularga hech narsa rasxod talab qilinmaydi. Masalan, olyapsiz balonni boshqa bitta antiradar qo'yib olib ketaverasiz masalan. 360 gradus kamerasi, slepoy zona, beshqo'chovoy dostуп, отпечатки пальцев. Hattoki tonirovkalargacha o'zimiz qilib beramiz. Qo'yib tashlab berish deydimi, zasharator setkami, hammasini qilib beramiz. Endi videoning oxirida Xudo xohlasa, bonus aksiyalarni yana bir bor eslatib aytib o'tamiz. Albatta. Xo'p, bizlarning obunachilarimiz shu J+ kanalini aytib kelsangiz, shu bonuslar aksiyalar amal qiladi. Xo'p, salon qismiga o'tsak. Salon qismi hammasi bizda aytganimdek avtomat shaybali Julionimiz. Ham mexanika bo'ladi. Bu hozir oldini qoraytirganimiz uchun salon qismi qora ko'rinyapti. Salon qismini jigar rang, qora, oq o'zligi tanlashadi. Qo'shimcha narx umuman talab qilinmaydi. HDAP displeylar, o'zini-o'zi avtoparkovka, полоса содержания, adaptivniy kruiz kontrol, nimaiki bo'lsa, abdup abagrev hammasi bu aynan Julionda mavjud. Dargoda, H6da hammasi bo'lsa, Julionda ham o'sha narsa bor. Hattoki yonganda pasvetkalari, birorta salondan shuncha salonga borasiz, o'zida yonadigan pasvetka faqat Julionda menimcha bor. To'g'ri, zavod tarafdan qo'yilgan, bularni qo'shimcha tuning qilib o'tirish shart emas. Yo'q, hech narsa shart emas.
aytganimdek, faqat kelish kerak, olib minish kerak. Gap yo'q. Zo'r. Gabarit jihatdan bo'yi masalan kichkina ko'ringani bilan mana o'zi o'tirib ko'ring, orqaga o'tirib ko'rsating. Orqa taraflaridan do'stlar ko'rsangizlar bo'ladi, keng qulay bo'ladi. Bo'yi past bo'lsa ham, ichki qismi aynan M6 dan ham katta. U o'tirgan odam biladi. Bo'yni kichkina desa ham, lekin o'zi juda ham katta. Xo'p, bu havola mashinalar ichida eng sportivniy, eng ko'rinadigan Eng qulay mashina. mashinamiz desa ham bo'ladi. Bu yoqda Haval H6'miz turibdi, yangilangan oblavlonni ya'ni. Hozir mijozlarimiz bor. H6 yangilangan. Anaqada Black Edition qoraytirilgan barcha yog'i. Endi ko'rmaganlar bo'lsa tushuntirib o'tamiz. Xo'p. Bu yangi model emas, H6 ni yangilangani. Bu Ko'pchilik H6 mashinasini 2025-yil restyling varianti. oblavlonni, yangilangan. Bu yozda chiqdi, iyun oyidan boshladi. Ko'pchilik boshqa model kelibdi deb o'ylashadi. Lekin o'shani yangilangan 70% obnovlonni. Nimalar o'zgargan? Oblitsovkalar, diskalar, balonlarni ko'rsating. Juda ham zo'r qilib qoraytirib qo'yishgan. Xo'p. Ilgari olib qora diska qo'yishardi-ku ko'pchilik H6ga. Uyga shunga ham rasxod qilishmaydi. Xo'p, bunday o'zgargan narsalari голосовой управление ham qo'yib qo'yishgan. Boshqa mashinada bilasiz, bizada yo'q. Aynan H6 da голосовой управление. Subwooferlari qo'shilgan, o'zini pamyat sidenlari, Dargoda nima bo'lsa, endi H6 da ham bor. Hattoki buni ot kuchi 2 turbinasi. Hozir barcha hatto H9 bor-u, 7 kishilik. O'shandan ham kuchli, juda ham tez. Shunda bu eng ot kuchi ko'p kuchli mashinalardan birisi bo'lib chiqdi. Hozir birinchi o'ringa chiqib oldi. 238 ot kishiga ega. Xo'p, endi buni narxi 140 deylik masalan. Dargo 211, bu 238. O'zi bilavering ot kuchidan. Gap yo'q. Endi buni narxlarini aytib, to'lov usullaridan bir aytib o'tsak. Qarang, birinchi pozitsiyasi hatto mana bu Julyondan ham arzon. Julyon eng full pozitsiyasi 329 million bo'lsa, buning birinchi pozitsiyasi 324 million. 324 million birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiya 1.5 turbina hammasi 369 million. Mana bunisi hozir 389 millionlik 4 ya'ni полный привод. Oldi va orqa balonlar tortadi. Hammasini oblitsovkasi, yuzi, tashqisi bir xil. Birinchi pozitsiyasi lyukssiz bo'ladi. Qolgan hammasini ko'rishingiz mumkin. Salon qismini ko'rsataylik. 360 kamera, sliboy zona, hattoki birinchi pozitsiyasida ham 360 gradus kamera bor endi. Gap yo'q. Garan Sedaroxon ilgari bo'lmasdi, H6 bordi-yu. Sedaroxon bularni har xil ranglaridan bor shundan. Albatta. Nalichida. Bor, nalichida bor. Salon qismini ham aytib o'tganimdek, jigarrang qora qilib tanlashsa bo'ladi. Skoristlari albatta o'zgargan. Yaqinroq ko'rsatishingiz mumkin. Rulda joylashgan. Ilgari shayba edi. Skoristlari hozir rulda joylashgan. Shu Yevropa standartlariga javob beradigan amerikanskiy qilbang. Shunaqa. Skoros rejaklari ham shunda rul tarafga qarab o'tirib, bu qulayliklar ega bo'ldi. M6 Julion deb kelgan mijozlarimiz aksariyat 10 tadan 5 tasi shundoq qarab, H6 o'zi yangilangan, juda ham ko'zga chiroyli ko'rinyapti. Sifat jihatini hammasi ko'rib, ko'pincha H6 o'zi yaxshi olishyapti. Xo'p, Sedaroxon shunda bu yangi obnovleniya versiyamizda, ya'ni mashina ot kuchi ko'paydi dedingiz. Rasxodi ham ko'paydimi shunga yarasha? Rasxodi o'sha. 7,5-8 litr benzin yesa. Shu gavdasiga 7,5-8 litr. Gap yo'qlagan. Agarda xohlasalar bu mashinadan proporsionalga qilsalar bo'ladimi? Albatta, propan ham qilib berishadi. Bunga ham o'sha sensor oyoqdan ochilib yopilishi anaqa qilib qo'yilgan. Xo'p. Hammasi o'sha aytganimdek, rassrochkasi bo'lsa, H6 da hozir faqat kredit bilan avtokredit va naqd 2 xil to'lov. Rassrochka bormi deb ko'p savol bo'ladi, lekin shuni ham o'zi narxi ko'rib turibsiz, Julion bilan bir xil 324 million. Attiga shu 110-105 millionni berib turib 30% ni berib, 1 yildan 5 yilgacha avtokreditga chiqarishsa, oyma-oy juda ham zo'r chiqadi. Albatta bularni telefon qilishcha yozishsa, biz grafikini tashlab beramiz hammasini. Do'stlar, ekran ostida batafsil ma'lumot uchun telefon nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bizdan Genius kanalimizni aytib, aksiya bonuslardan foydalanib
batafsil ma'lumotlarni asoslab bo'ladi, hattoki sizlarga grafiklarni ham tashlab beradilar. Hattoki trading xizmatini aytib o'tay, qanaqadir sotiladigan mashinalari bo'lsa, deyli 5-6 olmoqchi yetmadi puli. Eski GM mashinasi bo'lsa nimadir farqi yo'q. Tashlab berishadi bizani operatorlar yo o'zimga. Baholab aytamiz. Uzoqdan olib kelish shart emas mashinani. To'g'ri kelsa o'sha narxi, tayyorlab mashinani bo'shitib olib kelishadi. Shundoq eskisini topshirib, yangisiga to'lovni qilib olib chiqib ketishadi. Albatta bu qulaylik doim bor. Bu faqat Haval Buxoro avtosalonida. Albatta. Gap yo'q. Qana bo'lmasa, yo'l tanlamasidan ham bitta ko'rsamizmi? Albatta, yo'l tanlamasi dargomizni xohlasangiz shu ko'chaga olib chiqib, bo'lmasa o'zingiz bir haydab, obunachilarga o'zingiz polniy tushuntirib o'tasiz shunda. Gap yo'q. Bo'lmasam shu Go'rturan Haval dargo mashinalaringiz bu yerda emas, ko'chada test drive qilib, ustida obzor qilib, bir ketin tushuntirib o'tamiz. Qani ketdik. Sezaroxon bo'lmasa va'da berganimizdek test drive ham ko'rib, haydab ko'rib, mijozlarga tushuntirib, anaqa bersangiz, nasib bo'lsa o'zligi ham kimda qiziqish bo'lsa, haydab ko'rishadi. Qarang, Sezaroxon, ana shu mashinalarni xarid qilganda, bizdan obunachilarni xarid qilishga kelsa, chiroyli aksiya bonuslarni qilib berasiz o'zingiz, Albatta, hammaga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Aksiya bonuslarni doim qilib beramiz. Keling o'zingiz haydab. Qana bo'lmasam do'stlar, Haval dargo mashinasini haydab ko'ramiz, o'zlaringiz baho berasizlar. Do'stlar, yana bir haydab test drive qilib ko'ramiz. Hop, qulayliklarni Sezaroxon birin-ketin aytib o'tib ketaverasizlar, bo'lmasa video davomida, qani? Ko'rganingizdek, mana skoruslar bitta emas, mana bu yoqda ko'rinib turibdi. Og'ir bo'lib pastga qarash shart emas. O'zini antiradarlari, albatta znak chiqib qolsa, 60 znak deylik, sizga bu 70 o'tib ketdi, sizga vibratsiya berib, znak zakon narashat qilyapsan deb tushuntirib beradi. Konseynerlar ko'rib turibsiz, qanaqa zo'r ishlab turibdi. Albatta eng bu qulay Kiril narsa desa ham bo'ladi. Xo'p, mashina baland ekan, baland. Tepadan mana tepadan ko'rinib turadi. Bedrovka o'zingiz qilib bilasiz. Xohlaganingizcha pamya sidenalari bor. 3 ta pamya siden, ya'ni oilada 3 kishi bo'lsa, 3 kishiga aniq qo'yiladi. Hop, unda 360 gradus kamera rulni ko'rsangiz, o'zi avtomatik ko'rsatadi ekan. Albatta, bokovinka oynalari ham shunaqa orqaga olganda o'zi to'g'rilab, oldinda o'zi to'g'rilab beradi, unaqa to'g'rilab qo'yish shart emas. Hop, adaptivniy cruise control bor. Adaptivniy cruise control albatta dalniga yurganda uzoqda juda ham eng kerakli narsa. Ko'rib turganingizdek, panoramalari juda ham katta. Shu bemalol ertandan уже havo anaqa bo'ladi-yu, konditsioner yoqish shart emas bo'ladi. Panorama quyosh ko'z olmayapti. Nimaga? Chunki o'zi tonirovkalari солнцезащитный qilib qo'yilgan. Issiq umuman tushmaydi. Xo'p, test drive uchun maxsus shunga yo'lakcha ham qilingan bu yerda. Albatta, bu yo'lakcha bor. Ko'pchilik bizlar bu yo'lakchaga emas, albatta hamma ham katta yo'lda haydaydi uchun katta trassaga olib chiqamiz. Endi bu yoqda bemalol gapirib ko'rsatamiz, mana qildik. Xo'p. Qulayliklari yana mana bemalol sizga masajni yoqib qo'yib, mana 5 xil rejimda bor masaj ham. Boshladimi? Masajlarni qo'yib qo'yib, mana podogrev qilishga kerak bo'ladi, ventilyatsiya, sizni o'zimni sizenamni, hatto sizenadan ham sovuq havo chiqaradigan qo'ysa bo'ladi. Bu masajni boshladi zo'r lekin. lekin. Sizenasi mana masalan. O'zi 2-3 xil rejimda qilib qo'yilgan. Men 2 maniki, o'zi ko'p o'tiraman, 2 ga o'zim mana qilib qo'yganman, oldinga va tepaga ko'tarib beryapti. Hamma o'zini men aytgan masalan, xohlasangiz 2 da masalan meni ismimni yozib qo'yib, 3 da o'zingiz shunaqa qilsa bo'ladi. Hop. Juda ham qulayliklar albatta ko'p. Vождениесі mana движение по голосу masalan qilsa bo'ladi. O'zini antiradarlari, parkovkasi mana xohlasangiz bu yerda hozir anaqa parkovka joyda ko'rsatsam bo'ladi. O'zini kamerasini ko'rib turibsiz. Albatta bu test drive 2023-yil mashina bu, 2 yil yurgan. Shunda ham kamerasini tiniqligini ko'rsangiz bo'ladi. Rullar ham yumshoq bo'ladi ekan, mana. Juda ham yumshoq. Hop, mashinani qanaqa har tarafdan ham ko'rsatib turadi shuni. Mana ko'rsatib turibdi. Men hattoki pastidan deydi, mana ballondan tegigacha ko'rsatib turibdi. Albatta test drive balki hali puli yetmas mijozi. Shuni ko'rib, o'zi shunga havas qiladi deydi. Shunga qarab pul maqsad qo'yib oldimi? Qo'ysa bo'ladi. Aynan pulim yo'q, meni nima qilaman, test drive qilib deyish bu xato.
Chunki mana shunaqa bilish kerak. Bemalol keyin Buxoro avtosaloniga kelib test drive qilib olsa bo'ladi. Albatta. Parkovka sizga joy topib berdi. Mana bu yerga qo'y deyapti. Masalan, kerak bo'lsa shunaqalar hamma funksiyalari bor. Kerak emas bizga hozir parkovka. И o'zida ovozlarni mana bemalol anaqa qilishingiz mumkin. Baland qilib ko'rib. Judayam akustikasi zo'r. Multimedialar rullarda bo'ladi, ham Albatta. Ovozi nimaga zo'r? Chunki subwoofer o'zida mavjud. Ovoziga gap yo'q. Akustikasi aynan H6 va Dargoda katta subwoofer qo'yib qo'yilgan. Shuni hisobiga eshiklarda ko'p turibsiz. Har bitta eshikda kichkina kolonkalar shalgazajga qo'yilgan. Xo'p, shunda rullam o'zimga qulay qilib ligrovkaga qo'ysa bo'ladi. Bo'yiga o'ziga mos qilib ligrovka qilsa bo'ladi. Xo'p, shu yerda yana pastda bosasiz. Ya do'stlar. Kimdir bo'yi kichkina. Menga masalan mana shunday qulay chiqarib turib, o'zi sizenani ko'tarib, chunki katta mashina, men oldini yaxshiroq ko'rishim kerak. Unga shart emas, lekin menga shunga qulay masalan. O'ziga mos qilib ana qilishsa bo'ladi. Mana rejimlari masalan siz hozir chetda tekis yo'ldasiz, loy chiqib qoldi deylik, yo juda ham toshli. Albatta sirazi mana 8 xil rejim bor. Mana loyda sirazi pisok bor, yo qumli joyga kapat qilib anaqa qilmaydi. Buksovat qilmasdan yuradi, Mana o'tli joyga kelib qoldi deylik. Har bitta joyda mashinani qiynamasdan o'ziga mos qilgan qor tog'ga bordi, sinyak qanaqasi masalan. Har bittasini o'zingiz tanlaysiz. Misol sportga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Bo'lmasam hozir bir sport rejimda qo'yib hang bir haydab ham ko'ramiz. Albatta. Setarog'am bo'lmasam qarang, Haval Dargo mashinasini 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini bir test qilib ko'rsak bo'ladimi? Albatta, ko'rsatamiz mijozlarga. Bo'lmasam do'stlar yana ko'rasizlar, avtomat korobkada qo'yib haydaymiz. Buni bemalol mexanikada qo'yib sport rejimda haydasangizlar ham bo'ladi. Xo'p, hozir shunda e'tibor qilasizlar, o'zlaringiz kommentariyada necha sekundda 100 ga chiqqanini yozib ketasizlar. Do'stlar, qani test drive'ni boshlaymiz. 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqadi ekan? 1, 2, 3 ketdi. 1 2 90 ga chiqdi. Endi bu yoqda siz bu yo'l burilib qoldi. Test drive o'zingizni mashinangiz bo'lmagani uchun bosmadingiz. To'g'ri. 8 sekundda 100 ga chiqadi. Do'stlar, lekin kattaroq trassada test drive 0 dan 100 ga chiqishi uchun maxsus joyga borib haydashlaringizni maslahat beramiz. Ko'rtusizlar, yo'l tor. Bu yerda unday. Ko'pchilik mashina o'ziniki emas-ku. O'shanga shuni hisobiga qo'rqadi, lekin o'zimiz ishni o'zim sinab ko'rganman. 8 sekund, hatto 7 sekundda 100 ga chiqqanini o'zim qilib ko'rganman. Xo'p, mana endi qarang, tashqaridan quyoshni issiq ham unchalik girmaydi o'tdan, buna. Shuning desa salonni ko'rib turganlarimiz uchun krishalar ham qaraysiz, zavodskoy holatda, bu hozir mana shu tepasi qora, mana bu yo'l oranjiy, bu shunaqa anaqasi, ichi rangligi. Xohlasangiz buni mana bu yo'llari xuddi mana rullik qanaqa metal rangda, shunaqasidan, bu yog'i oq rangidan bor salonda. Hozir 2 xil rangda. Aynan shuni o'zidan bor, oq rangidan. Kimgadir menimcha bu oranjiy juda ham noyob. Noyob, O'zi 100 tada 10 ta desam ham adashmayman, shunaqa chiqadi. Ko'pchilik shunaqa yaxshi ko'radi. Agar salonni icham taraflarini rangi o'zgarsa, uning uchun pul to'lanadimi qo'shimcha? Yo'q, hech qanaqa pul to'lanmaydi. Konsertlar ham bo'lmasam test drive ham qilib ko'rdik. Endi bir obzor qilib beradi buni. Albatta. Qani sizga ощущение qanaqa deydi? Yo'qmi? Zo'r, lekin mashina baland, qulay. O'zingiz mana sinab ko'rdingiz, obunachilar talabiga binoan aynan Dargo avtomashinasini mana 8 sekund 100 ga chiqishini ko'rsatib berdik. Boshqa ощущениyalar albatta hammaga tavsiya qilaman. Kelib shunaqa haydab ko'rib, o'shanga qarab maqsadni qo'yishsa ham yaxshi albatta. Xo'p, mashina lekin gap yo'q do'stlar. O'zlaringiz bir reaksiyani ko'rdingizlar. Mashina baland, qulay, yo'l tanlamasdingiz. Hozir biz haydaganimizda 4 balon ham qo'shilib turadimi? Albatta. 60 dan keyin o'zi 4 ta balon, ya'ni polniy period o'zi qo'shiladi yoki nimadir siz loyga qumga kirib qoldingiz, o'zi qo'shib, siraz anaqa qilib beradi. Avtomatik tarzda. Avtomatik tarzda o'zi aqlli ko'rdingiz-ku, hech narsani bunga anaqa shart emas nima qilish. Gap yo'q, lekin do'stlar, yo'lda ketib borganda ham qulayliklari ega mashina, qo'shimcha harakatlar qilib o'tirish shart emas, yo'ldan chalg'itmaydi. Unaqa politeyskiy bo'lsin, chuqur bo'lsin, hech nima his qilinmaydi. Qulay, albatta 1000 marta aytgani, baribir kelib ko'rib haydagan, menimcha maqsadga ham muvofiq bo'ladi. Bo'ldi. Bo'lmasam mashina bir obzorini boshlaymiz,
Sitoraxon bo'lmasam, mashinaning narxi, to'lov usullarini bir obunachilarimizga aytib yetkazamiz. Albatta, ikkita pozitsiyada men haydab ko'rganingiz ikkinchi pozitsiya Aha. 429 millionlik mashina. Mhm. Birinchi pozitsiyasi 399 million 900. Ikkalasi ham 2 turbina motor, 1.5 turbina bunda bo'lmaydi. Hammasi polni привод, mana shunaqa oldi orqa koleso tortadi. Ranglari mana shu qora, oq, hatto maviy rang, ko'k rang bo'ladi. Apelsinli aranjman, ichlari qanaqa aranjman? O'zi shunaqa, apelsin rang faqat Dargoda bor. To'lov turlari xuddi shunaqa, barcha avtomashinaga o'xshagan, avtokredit, naqd yoki hattoki o'sha рассрочка mavjud bunda ham. 30% o'zi 128 million bo'lsa, berib turib, qolganini рассрочкаga qilib olishsa bo'ladi. Shunda bu mashinadan propan uстановка qilsa bo'ladimi? Propan uстановка qilsa bo'ladi. Propanni ham 1 kun mobaynida qilib berishadi, uстановка qilib. Shu o'zlarining havo buxoro avtosalonida garantiyadan chiqmagan holda qilib berishadi. 5 yillik garantiya qilib hammasiga. Tushunarli. Endi bo'lmasam trading xizmatidan bir qisqacha aytib tushuntirib Trading o'tsak. xizmati shu istagan mashinani olib kelishadi, uzoqda bo'lishsa tashab berishadi. Barchasini biz hisoblab, baholab aytamiz, yo'qsa olib kelishadi. Sirazu mashinani olib kelib turib, yangi xohlagan havo avtomashinasini olib ketishadi. Gap yo'q. Xo'p, havo mashinalarini garantiyasidan bir aytib o'tsak. Garantiya albatta barcha mashinamizga 5 yil yoki 150 ming probeg hammasida bor. Muammo yo'q, zapchast tomonidan, chunki o'zimizda zavod, o'zimizda hamma narsa mavjud. Albatta, bizda 2 yildan oshiq havo avtomashinasi bor bo'lsa, boshqa joylarda, Rossiya deylik, Xitoy deylik, hamma yoqda 10 yildan oshiq bor. Boshqa davlatda yurgan obunachilaringiz albatta bilishadi. Sinovdan o'tgan desa ham bo'ladi. Har bitta 70% отсынковый, 30% shumka bilan ta'minlangan har bitta mashinamiz. Gap yo'q. Endi G+ kanalini aytgan barcha obunachilarimizga mijozlari Haval Buxoro tomonidan bepul qo'yib beriladi. Albatta, qo'yib beriladi. Faqat Dargoda parok o'zida bo'ladi. Qolgan avtomashinalarga parok alohida bo'ladi. Hatto siz nomingizdan kelgan mana shu video chiqishi bilan chiqadi-yu. Birinchi bo'lib telefon qilgan 5 ta mijozimizga Dargoda o'zi parok bo'ladi. Qolgan avtomashinalarga faqat 5 tasiga qanaqa mashina olishsa ham parok qo'yib qo'yamiz. Bu video chiqishi bilan shundoq prosmotr boshlanib 5 ta mijozga qilib beramiz faqat. Do'stlar, bo'lmasam batafsil ma'lumot uchun ekranning ostida telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol bizdan G+ kanalini aytib aloqa chiqarasizlar. Bonuslar, aksiyalardan foydalansangizlar bo'ladi. To'liq ma'lumot bermagan bo'lsak, albatta raqamlar bor, telefon qiling. Har kun 9 dan 8 gacha dam olish kunisiz ishlaymiz. Operatorlarimiz shaxsan o'zim doim javob beramiz.